Afet kelyapti da. Nima afet kelyapti? Voy! To'xta, to'xta. Nima ish qilsiz bu yerda? Siz nima ish qilasiz bu yerda? Ha, qaylanmasiz nima ish qilasiz bu yerda? Zar siz nima ish qilasizlar? Men nega vasam siz shu yerda borma, ha? Siz bir ko'kiymi mening keynimdan chiqishpam deydigan. Nimanda qilsizlar? Meni xotirjam yashag'ini qo'ymamsiz siz deyma. Men shundan necha qitim bo'ldi. Dukkanimga taqchirib olasizlar. Men chovshiq jiysam chovshiq taqchirib olasizlar. Yo'lda mangsam tek agisizlar siz bir o'g'rimi yo yanchiqchimi mening keynimdan yuradigan. Nimada ishimiz qilsin deymizlar deymizlar. Baxtaxon, nima bo'ldinglar? Nima bo'ldim men? Nima ish qilasiz bu yerda? Nima ish qilsizlar? Nima ish qilsizlar? Ma uy. Mening uyim. Bağırsınlarma. Siz uy aldыңlar? Siz uy ala aldыңlar? Ağa, bilmemsiz teqa. Mening dükkanımda veyran qilib, paytisiq dükkan açıp uy aldыңlar shundami? Yana kelib uyni mayada aldыңlar. Nima ish qilib o'ynamsizlar? Nima ish qilasizlar zaten? Baxtaxon, bunda pul bo'lgandiki ammanda. Men ketamazman. Nima? Baxtaxon, qallamon ekininglar. Ma uy sindingmi? Ha, mening. Ma uy, mening. Masini. Chiqdimi? Bas arlanmaydi ekanmizmi Baxtaxon? Yo, bak yaxshi qilibsizlar. Men mana yiqib o'tirsam, yaxshi emasmi deb Baxtaxon. Sizga yaqin o'tog'ini mening aş yanartağının qışda o'tog'im bilan barobar. Go'mmini portilsa shu kuyapman tugaydiganman. Endi erta o'yga sizlar qanday qilasizlar desang, men uyni olgandikan mening uyimning hududida. Tamdimishni yetib uy bilan tang chirib chiqadigan qilib olasizlar emasmizlar? Unda qilsak bek bilamlar. Ashtami qilamiz deymi? Banjiq gap qilmanglar, men siz ishinglar vaqtcha jak mangdanglar. Men uyimning jangshosini qildirayotgan, men mangdam. Jangsho qilyaptimi? Jangsho qilyapti. Unda bas. Hozir udil ketdi. Bir ko'ray. Men qaylanma. Nima baylamni bu silib Baxta. Turanglar. Baxtaxon. Ma uyni alamet bizsizmi? Ha, bizidam. Bizidam. Sizlar bizmigansizlar? Aqidam bizida. Paratcho. Paratcho. Ha, tezlikma dash, oldan tudingmi, tezlikma. Tezlikma. Men bo'ladi dash. Men bo'ladi. Afet kelyapti da. Nima afet kelyapti? Kelkin atrapda matrap kelyapti da. Ertagin Da'tisi Davud Baxtaxon. nesi deb romandimizni Hey, yozib. Baxtaxon, nima gapni qilmanglar bo'ldi? Nima ish bo'ldi vaqtda? Boshqa ish yo'q bo'ldi. Uni deyishmaylar. Uy, Rauf bitib qopti. Az qoldi edi. Bo'libdi. Chiroyli kichkina ish qoldi edi. Bo'libdi. Shundan chiroyli bitibdi. Eynakildim qilibsizlar. To'pamaqchan Rauf chiqdi. Bo'ldi. Siz bilan gatoqlarim Bo'libdi desh. Voy, tok yo'qmi yo? To'kpa. Men yoqaman. Abi, qanlar be. Chiroyli bir tok bor, bunda bir yo'roq altini bir ko'rli. Voy, Baxtaxon. Ma chirg'ingni bek alomat qil. Divanigida uyandan bu yan uçup yürüyorum da. Başta uçup yürüyordu. Ertögenimde bir zerkip qilib qolsam, seni to'g'lasam ve chirib, dedik gong zo'rxonga bizning oyda o'ynaymiz bu kerak. Zerikmaymiz va Baxtaxon. Adashib qoldi, o'zimizdan gap ekanlar, men adashib tursa. Endi men uyning butun ishlarning hammasini sizga berganman vaqtida. Ochiqimdan tutqizib qo'yib, uyimning yarisidan bo'ldi degan ko'nglimdagidek qilsizlar, lekin hozir men biz yosh bolalarga maskagidek ravrs bo'libdi. Lekin bu tokni ayollarni tam o'ngshaydigan o'xshaysizlar shunami? Tokninga atishim baxtiyor. Hozirmi avvalni besib yiqmadim men tokni. Sizlarmish tavanni kirin chiysanglar, men o'tirdan chiraganida adish. Ayakil o'tirib bo'lgan yag'im sabaklar shovdu zay deb to'laydi aday. Dakayding vang datingdan chiraganida adish. Dakay chongyan tarbiya ichida aday. Boya qanday shu? Deysh chiqadi adish. Hammasi avvalda aqli iqtidorlar chiqadi. Ha, bo'ladi desh biz iqtidorlar. Sizlar menimish nesi degan gapni qilib yurib, aslida ko'nchakni ravrs tomlab ravrs qilibsizlar. Shunda yo'q deydi ekansiz. Shunda men faqatlam bo'lsa, sizning nazaringizda faqatlam pul topmay bo'lsa, bir yerdan bir ishni ko'lablam, bir janqpangdan bir ishni yotgan bo'lsam xo'sh o'ldinglar. Nima gapni qilib ekansiz? Baxtaxon, mush uyninki bezakchiligini mush og'inimiz qildimi? Ha? Mush og'in emas? Mush og'in emas, qilmaychim qisolda. Be Patroshka deb kelib qisolamda. Mush og'in emas deb ketdimmi? Isming nima ekan? Ismim Paratcha. Paratcha. Yo'q, Paratchaligini bildim, shirkatning ismini. Oltin bezak bezakchilik shirkati. Oltin bezak
bezekçilik şirketi. Haylanglar. Anda tutturmalar. Lekin men uyni rost bek chiroyli bezepsizlar. Rahmat, rahmat. Baxtaqim bilan biz alag'ini o'g'lar. Hozir uzun yillar kattaga baxtaqim. G'azab uzun bo'lib ketdi. Men çavuşursaq chiysam men. Çavuşursam zat xalqqa jarqanda narsani o'zim xalqqa ilib chiqdi. Ha, ilib chiqdi-da. İlib chiqdi-da, chunki mening qaynakam yeznam. Ana lekin dadamning asrarli o'g'li. Yo'q, hech qanday ishimiz yo'q. Endi shu bizdan do'kondan to'xtamay bizim oladigan bir ish bor. Baxtaqim bo'ldi. U gapni deyishmaymiz. Ma gapning mag'ziga kelsak, endi men ma uyni yangi olgan emasman. Shunga bezatmoqchi edim. Mush udulli kelib qoldim. Ma uyning ma bizgini ko'ra, biroq shunda rozi bo'ldim. Shunga endi bo'lsa, mening mush uyimni sizlar bezab bersam. Bo'ldi, qo'lingizda bizlar bezab berlar. Bayam ashna oldim men mush uyning butkul mush bezaydigan narsalarni anvasi sizlar erkalab, hammasini tayyor qilib biz uy chigidek qilib beramiz. Shunday. Ma'quldiki. Ya, adaş. Sen besi bilan cuma ma ishton, qulog'im tutib pas urib qo'ysam hisoblanmaydi bu narsa. Azroq ish bor mening keynida. Xizmat qo'ysam qulog'ini pas urib, hamma shilib qoldi deb qo'yib, aytilgan ish chiqadi. Bo'ldi qilinglar. Manda qilinglar, Faradjon. Men uyning ichini bir ko'rib chiqaman. Tepsili ko'rib chiqaman. Ha, bir tepsili bir. Yo'q, men uyning. Yo'q, baxtaqim endi ko'rib baqay, maqada tutinglar. Ay,